Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun 22-iyul 2026-yil haftaning chorshanba kuni biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, boshladik. Bugungi xudo xolasa bir 10-15 ta nojinni video obzorini qilib beramiz. Batafsil narxlarni qo'ldan kelgancha yengillashtirib qilib berishga harakat qilamiz. 7 ish soliklari sinovdan o'tyapti, xudo xolasa hammasi yaxshi, kamchiliklari yo'q. Mollarni zo'ridan kelgan bu partiyamizga o'tgan safar qilingan videolarda xudo xolasa tekisda qoldi, qolgani hammasi sotilib ketdi. Hurmatli obunachilar, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, poddesh qilib turinglar. Kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Mana shunaqa xunojin baqaman, sigir qilib olaman deydigan odam bo'lsa, sizlarning layklaring sabab o'sha odam tomosha qilsa, telefon qilib foydasi tegib qolar degan umidda etiladi. Xudo xolasa hammasi zo'r, shvedlaridan baqaman deydigan odam bo'lsa, boshqasidan, hammasidan keldi, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha hammasini yoritib beramiz. Bu tomoni sal kichikroq variantidan bor, o'yda katta shvedlarimizdan bor. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Har doim eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab mutlaqo tekin. Boshqa viloyatlarga ham bor, kelishilgan hollarda. Sababi narxlarni qo'ldan kelganicha yengilroq qilib aytishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda qilib beramiz. Mollarni zo'ridan baqaman deydi odam bo'lsa, mana shu mollarni tavsiya qilaman. Xudo xolasa narxlarni ham kelishtirib qilib beramiz. 13,5 million so'mdan mana shu ikkoni qilib beramiz. Narxni sizlarni ko'p kutilmagan holda aytib o'tamiz. Arqoldi kelishgan bo'ylari 1.5, uzunligi ham 7 ishda hamma yo'g'i joyida. 13,5 million so'mdan dastlabkilarni ichida qilib beramiz. Telegramdan yozsalaring, alohida video qilib bering deb, alohida yoriq qilib chiqib video qilib beramiz. Imkoniyati bor odam yaqinroq bo'lsa, tepasiga kelib savdo qilsalaring, yana ham yaxshi bo'ladi. Sababi videoda kattaroq ko'rinishi mumkin. 8 million 200 ming so'm mana shu nojinimiz. Hurmatli obunachilar, 8 million 200 ming so'm dastlabki xizmatlari bilan. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hamma yo'g'i joyida, ayb nuqsoni yo'q. Bo'ylari 90 chiqadi. Mana bu shved xunojinimiz 85 bo'ylari. Narxi keladigan bo'lsak 9 million 800 ming so'm qilib beramiz. Mana bu uchalasi mana xunojinlar 7 ishtilari yaxshi, bo'ylari 90-95 cm. Mana bu yerda bitta shvedi bor, bu salkam 1 metr 95 ga olasizlar. 7 ish kamchilik. 9 million 200 ming so'mdan uchalasini qilib beramiz. Bularni ham xudo xolasa kamchiliklari yo'q, ayb nuqsonlari yo'q, zo'r. 9 million 200 ming so'mdan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. 7 ishchilar umuman muammosi yo'q. Somon tertiga yotibdi bular. Bu tomondagilar narxini aytib o'tamiz. Mana shvedchamizni 10 million 200 ming so'm qilib beramiz. Zo'r narsa, uzunligi, oyoq qo'li, sog'lig'i, hamma yo'g'i joyida. Kelishgan xunojin. Bo'ylari 90 plus, 95 chiqsa kerak, 90 plus ga olasizlar. 95 plus mana bu ham 95 toza qirg'iz xunojin. 13 million 300 ming so'm. 7 ishtilarda muammosi yo'q, zo'r narsa. 13 million 300 ming so'mga dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. 11 million 600 ming so'm, bo'ylari 1 metr plus. Mana shu nojinimiz bu ham zo'r variantidan, toza shved.
Xudo xolasa arzuradi, sigir qilib olaman degan odamga ham, boshqasiga ham oyoq qo'li uzun variantidan. Hurmatli obunachilar, mana shu uchalasini bitta qo'ldan kelgancha narxini bomba qilib berishga harakat qilamiz. Qarab qo'ying. Bo'ylari 1.5. 7 ishda kamchiliklari yo'q. Toza variantidan arqoldi kelishgan. Etsan mana bular oriqroq bo'lishi mumkin, lekin zo'rdan. To'talasini mana yem yeb turgan variantlaridan. To'talasini bir joyga olaman degan odam bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, etinda qorinmas. Mana busini kuragi bor. Qog'oni yosh, nojin hammasi. 11 million so'mdan qilib beraman. Dastlabkilari bilan. Bo'ylari 1.5, 1.10, kami 1 metr, mana busi 1 metr plus bu yomu, lekin 1.5 chiqadi. Mana bular aniq 1.5 dan chiqadi. 11 million so'mdan to'talasini vodiy bo'ylab dastlabkilari bilan qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga aytib o'tamiz, kelishgan hollarda. 7 ishtilarida iminli mashmonlarda umuman kamchiligi yo'q. Hozir old tomondan ko'rsatib o'tamiz. Bularni aytganim sababi zo'ragan yeb ichlari, somon ter tiyapti, qaranglar, mana somon ter bular. Mana to'talasini aytdim, oldi tomondan ko'rinish. 11 million so'mdan bozorda ham bermaydi mana shu to'tala molni. Bo'yig'i solishtirib olishlari mumkin. 11 million so'mdan ko'yni ko'targan odam aloqaga chiqsin. To'talasini bir joyga olib boqaman, yemlayman deydigan odam bo'lsa, mana shu mollarni tavsiya qilaman. Mana busini ek kuragi bor, ek yosh. Qog'ozlari yosh narsalar, 7 ishda kamchiligi yo'q, ukor-dorilari qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, mana shunaqa hunojim baqaman deydigan do'st birodarlarga podeliksiya qilib qo'ysalar, yana ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi kunlarda uchrashlik siz-u bizlarga nasib qilsin. Xonadonlaringga qilayotgan ishlaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda uchrashlik doim nasib qilsin.